Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Kamabeli sizlar bilan bugun Car for Sale o'yinini o'ynaymiz. Bir kunda 100 ming pul topish. Hayvonsam ketdi. Hop, birinchi mashina olishimiz kerak. Urilganlarda bo'ladi. Shunaqa mashina olsak. Hop, sodalashib o'tirmaymiz buni. Uyga tekshiruvli 26% ekan. 26% ekan. 26% ekan. Buni uyga jo'natamiz. Tez. Buni hararini ko'rishimiz kerak, sotishimiz kerak. Bir kunda 100 ming pul topishimiz kerak. Hop, bo'ldi. Mana bu meni yoqtirgan mashinam. 2003 yil ekan, 9 ming. Yaxshi, oldim. Buni o'zimiz haydab. 4-level bo'ldim. Yes. Endi katta mashinalar olsam ham bo'ladi. O mashinani olib kelib turamiz. Bu bo'lgunicha, remote bo'lgunicha. Qimmatroq mashina olishga harakat qilamiz. Voy, mana tuzaldi kelishimizga. Kamroq bo'lsin-da. 588 so'm. Level'dagi chiqqanimizda qo'yganimiz ham 55% qilamiz. Всем здорово! Сегодня вам покажу, как... Buni narxini qo'yib bo'ldik, qani bo'lsam ketdi. Voy, remote bo'ldi. Mamyodagi surprizimizni olsak. Mana bo'ldi. 4828 so'm pulim qoldi. Bu remote bo'ldi. Ochilmagan. Bunga kredit foiz qilamiz. Keyin o'zimizni ochamiz. Endi odam kelishini kutamiz. Voy, mana odam keldi. Uje men qora Honda Quick'ga kelyapti. Hop. Nech pul ekan, taxminan narxi? Hello. Qani ko'raylik. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Yaxshi, buni mashina nechmi? Hop, 1000 so'm kam etyapsiz. Mayli, sizga beraman. Mayli. Rahmat, kam. Hop, endi bangimizni sotsa bo'ldi. Voy, mana odam ham keldi bangimizga. Meni yoqtirgan mashinam sotgim kelmayapti. Majburmanda 100 ming qilishim kerak. Hop, nech pul deysiz, opa? Bu yaxshi narx. Juda zo'r narx bo'ldi. Bu yerdagi surprizimiz. Endi tez mashina olib sotishimiz kerak. Hali 100 ming qilishimiz kerak. Tez bo'lsa. Voy, banga olgim kelyapti, lekin pulim ham yetmaydi, urginim ham yetmaydi-da. Hop, 61-yil 3600 olindi. Tez olib ketishimiz kerak. Tez qilishimiz kerak. 11 ming. Hop, 11 ming 210.
Keyin mana yana bunaqa mashina. 93-yil ekan bunisi. O, yaxshi, buni olamiz. 4630 olsam. Bunichi? Bu necha pul ekan? Afsuski pulimiz yetmas ekan. Mayli. Bunga ham pulimiz yetmaydi. Endi hech qaysiga pulimiz yetmaydi. Men buni so'rab ko'raychi, necha pul ekan narxi? 68-yil ekan. 16.000. Amyodagi surprizimizni olsak ham yetmaydi. Mayli, bilan remont qilishga ketadi bular. Buni jo'natamiz. Tez bo'lish kerak. Tez bo'lish kerak-da. Bo'lmasam 10 minut ichida qilib bo'la olmaymiz. 100 ming qila olmaymiz. Tilim mak bo'lib qolishiga qaramanglar, shunaqa hayajon chiqadi. Prosta. Tez. Keyin mana hop, tez bo'lishimiz kerak. Bu mashinani o'zimiz harakatimiz, o'zimiz kerak chiqdim. Hop, buni remont qilish kerak emas. Buni narxlab 4200 ga qo'yamiz. Buni ham 13.021 so'mga qo'yamiz. Buni remont qilamiz. Bo'lmasam ketib qoladi vaqtimiz. Tez qilish kerak-da. Yigirmasmi ekan? Odam kelgunicha kutamiz endi. Nima ham qilamiz? Odam kelishini kutaman. Voy, mana mashinamiz ham bitibdi. Tez klient ham kela qolmadi. Ungacha buni ham klient kelguncha ham narxlab qo'yamiz. Hammasini bitta joyga qo'yib 5958 so'm qo'yamiz. Tez kel, odam, tez kel. Odam keldi, VIP ekan. Hozir etgan pulimga olib qolsa zo'r bo'lardi-da. Zo'r bo'lardi. Hello. Mana shu mashinamizga ekan, oxirgi qo'ygan mashinamizga. Yaxshi narx. Sotamiz. Yaxshi qoling yoki. Bo'pti. Yana odam kelyapti. Hello. Qanaqa mashina? 61-yildagi mashinami? Yaxshi narx beramiz. Endi bu mashinaga kelyapti odam. Hamma tez kelyapti. Assalomu alaykum. Mashina nech pul? 13.021 so'm. Siz nech pul aytyapsiz? Yaxshi, beramiz. Rahmat, sog' bo'ling. Endi tez borib mashina olishimiz kerak. Hali 40 mingga chiqmadik. 40 ming pulimiz bo'lmadi. Afsuski, qimmatroq mashina olib qimmatga sotishimiz kerak tez. Voy, gelikka pulim yetmaydi-da. Hop, mamlakat mashinalar nech pul ekan? 23-yil 14 ming yurgan, 79 ming. Pulim yetmaydi-da, bo'lmasam olar edim. Ammo mashina nech pul ekan? Hop, tez bo'lishimiz kerak. 13 ming. Yo'q, arzonlik qiladi. Qimmatroq mashina olishim kerak-da. Bo'lmasam vaqtim o'tib ketadi. Tez borib olishimiz kerak. Voy, ana eski mashina nech pul ekan? Taxminan. Kommentga yozib qoldiringlar, taxminan nech pul deb o'ylaysizlar? 31 ming. Sotib olamiz. Endi buni narxlab uyga boramiz. Tez sotsam tez mashina olaman. Mashina
qimmat eksklyuziv mashinalarni olsak, siz keyin bo'ladi. Voy, 10 mingdan oshib ketibdi-ku. Mayli, 100 ming qilib qo'yay. Hop, 36.364 so'm qilib qo'yaman. Buni ham narxlab bo'ldik. Endi odam kelishini kutamiz. Klient odami ham kelmay qoldi. Bo'pti, sizlar bilan bugun kamabeli bo'ldi. Keyingi videoda 50 ta like yig'sa, ikkinchi qismini qo'yaman.